Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Zikring Flex Advance modelini to yoqilishidan boshlab ishlatilishigacha obzorini qilib beramiz. Hozir biz sizlarga tasbehlarni unpacking qilib berdik. Ya'ni sizlar tasbeh ichida 3 ta razmer chiqishini va u razmerlarni qanaqa qilib almashtirish mumkinligini bilib oldinglar. Endi sizlarga tasbehni telefonga ulash va uni qanaqa ishlatish haqida ma'lumot beraman. Tasbeh xarid qilgandan keyin orqa tarafini o'girsanglar, bu yerda ikkita QR kod bor. Birinchisi Aqbal Life, ya'ni sizlar bu orqali prilojeniyani ko'chira olasizlar. Ikkinchisi After Sales, ya'ni sizlar prilojeniyani ko'chira olgandan keyin buni skaner qilgan bo'lsanglar, tasbeh telefonga ulanadi. Programmani ochgandan keyin o'ng taraf past qismida xuddi shunaqa knopka bor. Bu orqali qurilmani qo'shishlar bo'ladi. Ikki xil qo'shish usuli bor: skanerlash va Bluetooth orqali. Qurilmani qo'shgandan keyin sizlarda xuddi shunaqa oyna ochiladi va bu oyna orqali sizlar tasbehlarni bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Misol uchun tasbehni aytishni boshlaganingizda bu yerda ham soni ko'rinib turadi. Bu yerda analizlar qilsanglar bo'ladi, polni qancha aytgansizlar, nima qilgansizlar va yaxshi tarafi bu yerda vibratsiya berishini to'g'rilasanglar bo'ladi. Misol uchun 33 ta vibratsiya bersan, 100 tagacha, 100 ta vibratsiya bersan yoki o'zing xohlagan sonni qo'yib qo'ysan bo'ladi. Misol uchun menga 50 ta vibratsiya bersin tasbeh desanglar, tasbeh sizlarga 50 ta vibratsiya berish boshlaydi. Ikkinchi tarafi ko'rishingiz mumkin, bu yerda maxsus tasbeh bor. Ya'ni sizlar xohlagan duo, ya'ni tasbehlarni bu yerdan belgilasanglar bo'ladi. Misol uchun tasbeh maqsadi bu yerda duolar. Xohlaganinglarni tanlaysizlar va sonni yozasizlar. Misol uchun bo'lishi mumkin. Men bu tasbehdan 30 etmoqchiman. Va sizda ish jarayoni boshlanadi. Boshlash. 30 ta bo'lganda vibratsiya berish boshlaydi. Yana bitta zo'r tarafi, tasbeh ekrani ko'z ortib qo'ymaydi. Mana, ko'rishingiz mumkin. Sizlar maqsadga erishdinglar. Juda ham zo'r funksiya. Keyingisi bir xil tasbehni qo'liga taqishda, ya'ni bir xil bunaqasi taqsa, bir xil o'girib taqishni yaxshi ko'radi tasbehni. Ya'ni sizlar tasbeh ekranini o'zgartirsanglar bo'ladi. Agar sizlar tasbehni yo'qotib qo'ygan bo'lsanglar, xotira olsanglar ham bo'ladi, chunki xuddi mana shu funksiya orqali tasbeh topib olsanglar bo'ladi. Hozir vibratsiyasini ko'rsatib ko'rasizlar. Juda ham kuchli vibratsiya beradi va tasbeh bilan topsanglar bo'ladi. Xo'p, yana bitta zo'r eslatmasi bor bu yerda, ya'ni sizlarga zikrlarni eslatib boradi. Funksiyani yoqib qo'ygan bo'lsanglar va bu yerda vaqtini belgilaysizlar. Misol uchun menga soat 10 dan boshlab soat 9 gacha, ya'ni 3 soat mobaynida menga har 3 soatda eslatib tursin tasbeh yoki 3 daqiqada eslatib tursin degan narsani yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda tasbeh sizlarga har 3 daqiqada zikr eslatib boradi. Agar siz tasbeh kimgadir hadya qilmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu joyga kirasizlar va bu yerda tasbeh yechish degan funksiyasi bor. Shu joyga bosib tasbehni uzasizlar. Ya'ni 58 89 kodini kirgizasizlar va tasbeh sizlar telefoningizdan uziladi. Zikring Flex tasbehlarni xarid qilish uchun bizni hamkorlar bilan albatta bog'laning. Shunaqangi qiziq obzorlarni o'qiz olmaslik uchun iCloud Central kanaliga obuna bo'lib qo'ying.